Abduvali Ayubning Turkiyada Xitoy ishtiyoqi nomli kitobidagi kichik tema İlham To'xtining Javhari. İlham To'xti muallim qamalgandan keyin uning qizi Javhari İlham ota izidan mengib xalqaro sahnalarga chiqdi. İmkoni yetgan doirada dadasining bo'g'ilgan ovozini, Uyg'urning unsiz yig'isini dunyoga anglatdi. U Amerikaga kelib o'qishni kasb tanlagandimi, siyosat va arabcha o'rganishni qaror qilib, Uyg'ur millatiga texim yaxshi xizmat qilishning ko'yiga kirdi. Hozir u İlham muallimga bag'ishlangan yig'in va muhokamalarda fikr bayon qilib, o'zining ota orzusiga loyiq bir qiz bo'lishga boshlaganligini isbotlamoqda. Sahnada jamoat so'rinlarida utuqlar bilan ko'z ko'ringan kishining keynida bizga balki hech kim ko'rinmagan kechmishi, oila tarbiyasi, ota-onasining ta'siri bo'ladi. Bizni qoyil qilgan mardona ruh tuproqsiz yetilmaydi. Men Javhardagi bu ruhning qanday yetilganligiga shohid. Beyjingda bo'lgan chog'larimda maktab qurosida İlham muallimning qizni yetlab ketayotgan holatini ko'p ko'rgan. Bugun musofiratda Javharning dadasi uchun qilgan faoliyatlari haqidagi sinlarni ko'rsam, men ko'rgan shu yetlashlarning faqat Javharni yetlab mengishli bo'lmaganligini faraz qilaman. İlham muallimning eng qattiq nazoratga ilingan vaqti 2009-yildagi 5-Tomuz fojiasiga to'g'ri keldi. Shu chog'da İlham To'xti bir oydan ortiq yo'qolib ketgan. Xitoydagi ziyolilar uni qutqizish uchun imzo tashkillagan bo'lib, Xitoyda imzo qo'yguchilarning soni 300 kishidan oshgan ekan. Men imzochilar qatoridan televizorlarda ko'p ko'radigan ziyolilarning ismini izlabmi topolmagan bilan yozuvchi Farhod Tursunning imzosini bir qarabla topgan edim. U shu chog'da imzoga jur'at qilgan sanoqliq ziyolining biri edi. Shu imzoning rolimi yoki xalqaro besimning ta'sirimi İlham muallim qutulib chiqdi. Ammo Javhar shu chog'da dadasidan bir oydan ortiq mahrum qolgan edi. U dadasi sababli ta'qibda yashagan, nazoratda qolgan, hech bir tushunchaga erishmagan. Tomuz fojiasidan keyin İlham muallimning hayoti nazarband ichida o'tdi. Uning uyidan soqchi uzilmagan. Ishkiga yillab soqchi mashinasi to'xtatib qo'yilgan. Xizmatdan to'xtab qolgan. Iqtisodiy uzilgan vaqtlarim bo'lgan. İlham To'xti qilingan tahdidga sabiy Javharmi shohid bo'lgan. Dada ko'rayotgan zulm uning g'ubarsiz balliq hayotiga qarsoy tashlagan. Boshqalar erishgan nurg'un xushalliqdan mahrum qo'ygan. Qalbiga nurg'un nima uchunlar ko'milgan. Ammo Javharning bugungi jasoratiga qarsak, yuqorqi omillar uningga hech bir salbiy ta'sir ko'rsatgandek emas. Javharning dadasi haqidagi bayonlardami shu chog'da tortgan azob va keyingi mushkulotlar sababli og'ringanlik ifodalanmaydi. Uning mayli dadasining maydonini qo'g'dashdagi qaysarligida bo'lsin, mayli dadasi uchun adolat talab qilishdagi qat'iyligida bo'lsin, yoki xalqaro sahnadagi tamkinlikida bo'lsin, uningda parakanda oila hayotini boshdan kechirgan bolalarda ko'p ko'riladigan tortinish, o'diqish, jiddiylashdek psixik ojizliklardan asarmi ko'rilmaydi. İlham muallimning qo'lida yetilgan Javharning xarakteri bizga shuni tushundirdi. Amaliyotda bolalarga ta'sir qildig'ini oilamiz uchirgan kulfat, beshimizga kelgan musibat, qavmimiz yo'liqqan zulmat emas. Balki bizning, ya'ni ota-onalarning shularga qanday yuzlanishimiz, qanday taqobil turishimiz va uni bolalarga qanday tushuntirishimizdir. Bizning shunday kelguliklarga taqobil turishdagi oqilanaligimiz bolalarga aql o'rgatadi. Fidokorligimiz bolalarga qurbon berishni o'rgatadi. Kulfatga yuzlanishdagi jasoratimizdan bolalar qaysarlikni ulga oladi. Agar biz mushkulotga yo'liqqanda qo'rqib tugilsak, bolalar bizning aptimizdan u ishni texim qo'rqinchliqdek his qilib kirpiga aylandi. Aksicha tamkin turib,
әгейдіғандың әгіп, atlaydigandan atlab, hırs qılğanğa ғazab bilan tashlana alsaq, balımız arslanğa aylandı. Agar İlham muallim keçilab so'roq qilinganlik sababli qo'rqib, ishik oldida kuzatib turgan paylaqchilardan ansirab, jiddiylashib, chechilib yurgan bo'lsa, balalar texmi qo'rqib talaq chiqishga jur'at qila olmagan bo'ladi. Agar İlham muallim beshiq kelgan peshkanlikni oilasiga vahimlik bir shaklda tushundirgan bo'lsa, balalarga xudiksirash, ehtiyotchanlik, ishonchsizlik illatlari yuqqan bo'ladi. Agar İlham muallim Uyg'urga kelgan zulmdan qutulishning yo'lini qiziga, singan nenini yeyish, cho'ng ishlarga aralashmaslik, haq-nahaq masalasida sukut qilish deb tushundirib, yuvashlik haqida va'z aytgan bo'lsa, o'zimi tashvishda uydan chiqishdan ansirab, mo'kib yashagan bo'lsa, Javhar balkim musofiratda dadasiz qolgandiki vahima, mushkulotlar oldida qaysarlikni, yengishni emas, qo'rqishni, mo'kishni va sukutni tanlagan bo'ladi. Agar İlham muallim o'zi duch kelgan mushkulot va kulfatlarga tamkin, aqliy muomala qilmay, millat yo'liqayotgan azob oqibatga quloq yopirgan, parvo qilmagan bo'lsa, Javhar hur dunyoda zulm qarshi maydonga chiqishni emas, pinhonda fursat kutishni, ehtiyot qilishni loyiq ko'rib, azobda qolgan ikki inisi va onasining tinch yashashi, balo qolmasligi, tutilmasligi uchun İlham muallimning davosini qilishdan voz kechgan bo'ladi. İlham muallim muddatsiz kesilib ketdi. Ammo bu Javharning irodasini kesolmadi. Aksicha, bu kesim uni dadasiga varislik qildigan izbosarga, da'vogarga aylantirdi. Muhojiratda hech sababsiz kesilgan ziyolilarning bolalari, o'limalarning farzandlari bor. Hatto tinch maosh olib yuribmi, jazolanib ketgan kattalarning e'tiborliklari oramizda. Ammo ota-onasi ko'rgan zulm, millat yutayotgan zardoblar ularni na namoyishga, na sahnaga ittirib chiqolmadi. Ular ota-onasi vatanda tanlagan sukutga, ular singdirilgan singanni yeyish ruhiga muhojirat turib sadoqat bilan varislik qilyotadi. Hatto ba'zi ulug'larning ayoli va bolalari hur dunyo turibmi nohaq qamalgan hamroyi, dadisi, urug' bag'irlari uchun bir ig'iz haq so'zga og'zini o'mallab tashlamadi. Chunki ular İlham To'xtadak otaning bolalari emas edi. Ularning tutilgan otalari zulmning ostida beparvo yashaganlar edi. Men mushlarni o'ylab, zulmning nima uchun udum qolgan va qilayotganligini anqargandek bo'lib qolaman. Bolalarga nimalarning yodgor qolganligiga nazar solsam, zolimlarning nima uchun avlod mazlumlarning beshida yangoq chaqayotganligining tegiga yetgandek tuyg'uda bo'laman. Chunki ko'rayotganimizdek ba'zi ota-onalardan bolalarga singadiganini, miros qoladigini, haqiqatni himoya qilish, o'z haqqini qo'g'dash, g'ururiga sodiq bo'lish, adolat uchun maydonga chiqish, ojizga homiy bo'lib, zo'ravonga qarshi turish emas, balki o'zin chaqmagan chayonni ko'rmasga selib, ziminimizga yamirgan yilondan avaylab atlab, qalaymaqan ishlarga o'zini furatmay, xalqning beshida kuyayotgan o'tqa qo'lni qoqlab issinib, zulmga qarshi chiqqanlardan pam bilan qo'l uzib, chiroyli jamoatchilik qilib, g'ururi xorlanganda jaynamozda urib, boyliqini ko'z-ko'z qilish uchun so'rin qurib, hukumatdan zulm ko'rsa, zardobini bir-biriga chechib, dardini ilib o'tish bo'lgan ekan. Hur dunyoda Xudoyim bergan bir İlham To'xtaning qizi va 1-2 yoshdan boshqa ko'pincha donliqlar jamiyatining sukutini tanlashi bizga yetakchilik qilayotgan oilalarda amaliyotda nimalarning ko'proq udum qoldirilganligi va qandaq varislarning yetishtirilganligini tushundirsa kerak. Agar shu tutilgan ulug'larimiz millatga o'rgatmoqchi bo'lganini farzandlariga o'rgatilgan bo'lsa edi, millatning emas,
ota-onasining davosini qildigan da'vogarlarni oldimizda ko'rgan bo'latdiq. Afsus, ko'rgunimiz faqat İlham To'xtining ruhini javlon qilib turayotgan bir qiz Javhar va sanoqliq bir qancha javharlardir.